Assalomu alaykum. Praktikum podkastimizni bugun birinchi soni. Podkastimizning asosiy maqsadlaridan birisi bu markazimizdagi mutaxassislarni salohiyatlarini ochib berish. Bugungi birinchi mehmonimiz buxgalteriyada 20 yillik tajribaga ega Erkinboy og'amiz. Assalomu alaykum Erkinboy og'a. Assalomu alaykum. O'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Men Qalandarov Erkin Boboxonovich 20 yildan ortiq buxgalteriya moliya sohasida faoliyat yuritib kelyapmiz. Bugungi kunda bolalarni shu yosh tajribali bolalarni buxgalteriya sohasına tayyorlab, buxgalteriya yo'nalishida shu yetuk bir buxgalter bo'lib chiqishlarini sababchi bo'lib kelyapmiz. Tajribamiz bugungi kunda shu 20 yil davomida statistika sohasida, sog'liq sohasida faoliyat yuritdik. Shu sohalardan tajriba almashib, tajriba ko'rib, bugungi kunda buxgalteriyaga o'z hissamizni qo'shamizda, buxgalteriya faoliyatini o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Hozirda bir qancha tashkilotlarga o'zimizni qo'limizdan kelgan yordamlarimizni qilib, buxgalteriya yo'nalishida xatolar, kamchiliklarni bartaraf qilishida, to'g'ri yuritilishida, milliy standartga amal qilgan holda dasturlash, dasturiy ta'minotlar bilan ishlashini yo'lga qo'yib berib kelyapmiz. Shu o'rinda bir savol tug'iladi, keyin buxgalteriya tomonidan qo'yiladigan eng asosiy xatolar. Shu haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Doğru aytdingiz. Bu masalada bugungi kunda buxgalterlar ayrim buxgalterlarda, ayrim ko'pchiligi, ya'ni ayrim desak, ko'pchiligi desak xato bo'lmaydi, mubolag'a bo'lmaydi. Bularda xato, kamchiliklar buxgalteriyani birlamchi hujjatini yuritishida, dasturiy ta'minotda yuritilishida juda katta xatolar yo'l qo'yilib turibdi. Endi misol uchun aytishimiz mumkin, qurilish sohasi bo'lsin, savdo sohasi bo'lsin, xizmat ko'rsatish sohasi bo'lsin, bularda hammasi onlayn tarzda hukumatimiz tomonidan, soliq organi tomonidan shunday bir yengilliklar yaratib berishini qaramasdan turib, ularga ishonib, shu narsaga bo'ldi, shu buxgalteriyani yuritilishida shunday tartibda boradi ekan degan fikr, o'y paydo bo'lgani uchun ular buxgalterlar endi onlayn tarzda bo'ladi deb birlamchi hujjatga e'tiborini yo'qotganlar bugungi kunda. Shu e'tiborini yo'qotgani uchun, kirim hujjatlar bo'lmaganligi uchun ularga nisbatan moliyaviy sanksiya qo'llanilishi, jarima qo'llanilishi, soliq yuklari oshib ketishi holatlari yuzaga kelib turibdi. Bu holatlarni oldini olish uchun ko'proq amaliy, ko'proq xatolar ustida ishlash, ko'proq dasturiy ta'minotlar bilan dasturiy ta'minotlarni o'rgangan holda hammasini dasturlash, dasturiy ta'minotga kirizish ko'p kuch, ko'p mashaqqat talab etadi. Uning uchun o'qishi kerak, o'rganishi kerak, bir tajriba almashishi kerak, xatolar ustida ishlashi kerak. Nomzor. O'zi korxonani bankrotga olib boruvchi sabablar nechik bo'ladi? Bu bankrotga olib borish sabablaridan hozir aytib o'tganimizdek, shu xato kamchiliklarni ko'payishi, xato kamchiliklarda mana misol tariqasida aytadigan bo'lsak, 5-10 milliard oborot aytadigan bo'lsa, shunga 5-10 milliardning ichida kirim qilingan hujjat yo'q holat vujudga keladigan bo'lsa, 20% moliyaviy sanksiya qo'ysa 2 milliard bo'ladi. Bu 2 milliardni topish o'zi bo'lmaydi. Ana 2 milliard moliyaviy sanksiyani qo'llaganda buni soliq munosabati kelib chiqadi, foyda soliqi munosabatlari kelib chiqadi. Bularni o'rnida qo'yilmaganligi oqibatida tashkilotda shu bankrotlik holatini tabiiy hol o'zi avtomatik tarzda bankrot bo'lishini sekin-sekinlik bilan birdaniga borib qolganini bilmay qoladilar. Shu holatlarni oldini olish misoldan, shu holatlara ko'proq ahamiyatli bo'lish ham mana foyda soliqlaridan ko'p shunday bir nalar bo'lib turibdi. O'zi rentabilliklarni to'g'ri qo'ymaslik, rentabillikni kamaytirib ko'rsatish, rentabillikni oshirib ko'rsatish, misoldan shuni yashirish holatlari bo'lib turibdi. Bunda xarajatlarning moddalari bor, daromadlarning moddalari bor. Shu daromad moddalarini, xarajat moddalarini to'g'ri qo'ymaslik oqibatida shunday hozirgi aytib o'tgan holatlarimiz yuzaga kelib keldi. O'zi soliqni yukini nishatib kamaytirsa bo'ladi.
soliq yukini birlamchi hujjatlarni to'g'ri yuritilsa, dasturlashtirilsa, dasturda hozirgi kunda ommabop bo'lib turgan bir o'z dasturimiz bor, bir ADNS deymiz, bir S dasturi bor. Shu dasturlar orqali hujjatlarni, birlamchi hujjatlarni shakllantirilsa, buxgalteriyani yuritilishida ahamiyat juda katta ahamiyat bilan qaralsa, bu maqsadga muvofiq bo'lar edi, ham bankrot bo'lishini oldini olgan bo'lar edi. Keyin ko'pchilikga qiziq bir savolimiz bor. Soliq imtiyozlarini to'g'ri qo'llash degan. Soliq imtiyozlarini birinchi navbatda buxgalter bu narsani to'liq o'rganib chiqishi kerak, bilishi kerak. Soliq imtiyozi mavjud ekanligini bilgandan keyin buni vaqtida qo'llanilishini o'zini harakatlari bor, shu jarayonlari bor. Shu jarayonlarni bosqichma-bosqich qilib imtiyozni qo'llash holatlarini qilsa, maqsadga muvofiq bo'lib boradi. Bu ko'pchilikda hozir bugungi kunda imtiyoz qo'llanilishini bilmaslik natijasida soliq yuki oshib ketish holatlari bor. Oddiy bir misol aytadigan bo'lsak, foyda soliqida 10 milliarddan bugungi kunda yangi tashkil qilingan, o'tgan yil tashkil qilingan tashkilotni oladigan bo'lsak, 10 milliarddan oshsa 7,5, ya'ni 50% kamaytirish, soliq foyda soliqini 50% kamaytirish bo'yicha hukumatimiz tomonidan qarorlar, soliq kodeksiga o'zgarishlar kiritilgan. Bu o'zgarishlar ham katta tadbirkorni bugungi kunda rivojlanishina katta hissasini qo'shib turibdi davlatimiz o'zi. Mana shu o'rinda aytib o'tish mumkin, foyda soliqini xarajatlar moddalarini to'g'ri olib borilmaslik natijasida soliq yuki ko'payib, korxona tashkilotlarida og'ir ahvolga kelish holatlari, bankrot bo'lib ketish holatlari, yo bo'lmasam kredit olib, boshqa qilib shu har moliyaviy yordam olib, shu holatlarni oldini olish bilan ishchilarni qisqartirib tashlash, xodimlarni qisqartirib tashlash holatlari yuzaga kelib turibdi. Biz endi tajribamiz misolida aytishim mumkin. Yillar davomida shu holatlarni ko'rib kelyapmiz. Ayrim korxona tashkilotlarida shu agarda bular moddalar, shu xarajat moddalarini foyda soliqida to'g'ri olib borib, to'g'ri joyina qo'yib bersalar, to'g'ri qo'yiladigan bo'lsa, davlatimiz ham foyda soliqi o'z o'rnida to'lanadi. Ham xarajatlar o'rnida bo'ladigan bo'lsa, korxona tashkilotidan bugungi kundagi rentabelligi, bugungi kundagi daromadi, soliq to'lagunga qadar daromad deganimiz bor. Misoldan shu daromadi korxonani kelgusidagi o'sish, kelgusida rivojlanish, investitsiya kirish, innovatsiya qilishini zamin yaratadi. Bu zaminni yaratilishida buxgalter juda katta o'z hissasini qo'shishi kerak bo'ladi. Agar buxgalter daromad moddalarini, xarajat moddalarini noto'g'ri olib borsa, soliq yuki oshib ketadi. Soliq yuki oshib ketgandan keyin buni to'lashi kerak. Ham xatolar ko'payadi. Buni natijasida hattoki moliyaviy sanksiya qo'llanib turgan holatlar ham mavjud. Xarajatlar moddasi deganimizda bu xarajatlar moddasini hamma olib bormaydi. O'zini og'zina kelganini qo'yib ishlatadi. Ana shu xarajatlar moddasi o'rnidan tushib boradigan bo'lsa, bu girim hujjatlar o'rnidan boradigan bo'lsa, o'z-o'zidan avtomatik tarzda men ya Po'latbek ular hech kimga aloqasi yo'q, o'z-o'zidan pastga tushish holati bo'ladi. Misoldan o'z-o'zidan soliq yuki pasayishini olib keladi. Misoldan xarajatlarni joyiga qo'yib beriladigan bo'lsa. Misol keltirsam, mana tekstil, bir ikkita tekstil tashkilotlaridan men buxgalteriyasini bir yil davomida amaliy yordam berganman. Shu amaliy yordam berib, shularni buxgalteriyasini to'g'ri yuritilishida o'z hissamizni qo'shganmiz. Shu vaqtda misoldan foyda soliqini, xarajat moddalarini to'g'ri olib borilmasligi natijasida 2 milliarddan oshiq moliyaviy sanksiya, 1 milliarddan oshiq foyda soliqi to'lovga chiqqanlik holatlari vujudga kelgan. Bu holatlardan kelib ular shu tekstilni rahbariyati, o'sha rahbarlari, mas'ul xodimlari sud jarayoni bilan sud jarayonlarini chalib borisha majbur bo'lganlar shu holat yuzasidan. Endi shu narsalarni agarda vaqtida oldini oladigan bo'lsa,
bugungi kunda hukumatimiz unday ovoragarchiliklarni oldini olib, to'g'ri qarorlarni qabul qilingan, lekin bizani o'zimizda buxgalteriya sohasindagi bilim saviyamiz yetishmasligi oqibatida vujudga kelib turgan holatlar deb bilaman. Agar shu o'z ustimizda ishlasak, o'z ustimizda xatolar ustida ishlasak, bilim saviyamizni oshirsak, soliq munosabatlarini, soliq imtiyozlari, soliq yo'nalishlari bo'yicha barcha yangiliklarni o'rgansak, imtiyozlarni o'rgansak, shu imtiyozlarni vaqtida qo'llasak, bunday holatlar yuzaga kelmaydi deb baho beraman. Tekstil sohasini misol olib keldim. Misoldan oddiy bir primer, o'zi bir xil xomashyo materiallar ishlab chiqarish uchun xomashyo materiallar bor. Shularni girim qilishi kerak. Girim qilish uchun bir xil paytda misoldan fuqaroni o'zidan sotib olish, ta'sischi sotib olish holatlari bo'ladi. Buni qanday kirim qilishni bilmasdan bu xarajat tannarxga borishini inobatga olmaganligi natijasida bu holatlar yuzaga keladi. Buni ta'sischi tomonidan haqiqatda sotib olgandan keyin buni tegishli birlamchi hujjatlarini rasmiylashtirib, jamiyat korxona tashkilotda shu narsalarni birlamchi hujjatlar bilan ishlab, shu bo'lib turgan jarayonni rasmiylashtirilgan holatini yuzaga olib kelinganda bu narsalar bo'lmagan bo'lar. Agar shuni rasmiylashtirish holatini qo'yganda tannarxi olib borib bilgan bo'lar. Agar shuni rasmiylashtirish holatlari bugungi kunda juda ko'p muammo, juda ko'p korxona tashkilotlarini bankrot bo'lib ketishini olib kelyapti. Hozirda yana undan boshqa xarajatlarimiz bor. O'zi korxona tashkilotda aloqador, lekin shu aloqador bo'lgan xarajatlarni ta'sischi tomonidan xarid qilish holatlari bo'ladi. O'zi korxonada mablag' yetmaydi. Korxonada mablag' yetmagandan keyin ishlab chiqarish to'xtab qolmasligi kerak. Misoldan 100 ta odam ishlashi kerak. 100 ta odamni ish bilan ta'minlash uchun, uni to'xtab qolmasligi uchun ta'sischi o'zini mablag'idan tashqi manbalardan izlab o'sha xomashyosini yetkazib berganini ish to'xtamasdan davom qiladi, lekin tannarxina bormaydi. Shu tannarxina bormaganning oqibatida bunday holatlar yuzaga kelib keladi. Ana shu narsalarni oldini olish uchun birlamchi hujjatlarni qanday tartibda ishlash kerak, qanday tartibda olib borilishi kerak, bu ustida shu tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar bilan ilm almashib, bilim almashib, xatolar ustida ishlashni yo'la qo'yilmasa ekan, bu narsalarni bugungi kunda bartaraf qilishimiz qiyin bo'ladi. Kundan kuni orqaga ketib boradi. Bir yeri bordan men hozir aytib turgan narsam jarangdor bo'lmay turibdi, lekin juda katta ahamiyatga ega bo'lmay turibdi-da. U xarajatlar moddasini hech kim olib borib qo'ya olmaydi. Nima uchun? Kamdan kam holat. Undan boshqa xarajatlar moddasi почти 100 taga yaqin. Shundan 3sini yo 2sini qo'yib biladilar. Lekin vaholanki bir oddiy tashkilotning o'zida 15 ta bor. Xarajatlar moddasi. Kamida 15 yo'nalishini qo'yish mumkin. 10 ta yo'nalishini. Uning ichida qolib ketish holatlari bor. Xarajatlar moddasini qo'ymasdan qolib ketish holatlari bor. Tannarxga bormay turgan ta'sischi tomonidan shakllantirilgan, ta'sischi tomonidan o'zini mablag'ini evazini aytganlingan tovar xomashyolar bor. Bu xomashyolarni girim qilinmasligi natijasida milliardlagan yangi moliyaviy sanksiyalar, milliardlagan misoldan millionlagan foyda soliqlari kelib chiqib turibdi. Ana shu narsa bu narsani oldini olish uchun bu birlamchi hujjatning girim qilinishi, dasturiy ta'minotda to'g'ri ishlab bilishi, dasturga to'g'ri kiritib bilishi, bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Ana shu narsalarni bugungi kunda hammasi o'z bilganicha kirgizib, o'z bilganicha ishlab o'tirgani bu noto'g'ri. Milliy standartga amal qilgan holda kiritilinishi kerak. Taklif o'sha davlat talab qilgan vaqtda bunga javob berib berilishi kerak. Javob berib bilishi kerak barcha hujjatlar, birlamchi hujjat. Buxgalterni
misoldan 100 ming so'mga 200 ming so'mga hisobot yerdistiraman deb shu faqat отчет bugungi kunda hisobotchi deymiz, отчетchi deymiz misoldan. Shularga 100 ming 200 ming so'm pul berib turib bugungi kunda milliardlagan oborotni qilib 500 million bir oyda 500 million bo'lsa bir yilda 6 milliard bo'ladi. 6 milliard oborot qilib turgan tashkilot misoldan shu buxgalteriya 100 ming so'm evazini 100 ming so'm evazini hisobot yerdistirdim yo 500 ming so'm evazini hisobot yerdistirdim deydigan bo'lsa o'zi 6 milliard oborot qilib turib kelgusida milliardlagan soliq yukina tushib qolib turibdi. Milliardlagan moliyaviy sanksiya qo'llanilib turibdi. Bularni oldini olib shu buxgalterni to'g'ri tanlab shu agarda yosh kadrni olib ishlataman degandam, agarda yosh kadrni olib o'qitaman degandam shu 5 million yo 3 million berish shart emas. Masalan 2,5 million 2 million so'm oylik berib ham 1,5 million so'm oylik berib ham o'zini shu kadrni tayyorlab kelgusida shu oboroti 6 milliard emas, misoldan 10 milliard 15 milliardda sekin-sekinlik bilan o'sib borishi ham yangi yosh kadrni o'qib tajribaga ega bo'lib sekin-sekinlik bilan o'z tajribasini xatolarini ustida ishlashni o'rganib borgandan keyin unga ham tayyor kadr bo'ladi, ham buxgalteriyasi to'g'ri ishlanib borayotirgan bo'ladi, ham kelgusida 10 milliard 15 milliard oborot etib qachon menga soliq yuki kelib qo'yishi mumkin degan xavotirdan xoli bo'ladi. Shu xavotirni eldan olgan bo'ladi. Shu narsalar bugungi kunda bizning jamiyatimizda hech rivojlanmasdan kelayotir. Buni rivojlantirishimiz kerak. Eng asosiy masala bolalarni, yoshlarni o'qitish. Yoshlar bo'lmasa bugungi kunda tajriba almashinadigan 5-10 yillik buxgalterlarimiz bor. Ular bilan tajriba almashib, ular ham bilmaganimizni bilib olish, ularni bilmaganini bildirishimiz kerak, tajriba almashishimiz kerak. Shundagina bizani viloyatimizda, kerak bo'lsa respublikamizda tadbirkorlik subyektlarini faoliyati davomiyligini saqlab qolgan bo'lamiz, ham tadbirkorlarni bugungi kunda ishlash jarayonidan yana o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Oddiy bir misol, buxgalter bilan iqtisodchi vazifasini ham adil kadr vazifasini ko'p farqına bormay qolamizda. Misolda ishlashib turgan tashkilotlarni adil kadrni ham o'zing yurtishing kerak deb buxgalteriya yukini og'irlashtiramiz. İqtisodchi vazifasini ham o'zing bajarasan deb, lekin vaholanki bunga ularni tajribasi yo'qligida. Bu buxgalter fakt bilan ishlaydi. Fakt bilan ishlagandan keyin iqtisodchi rejalashtirish bilan ishlaydi. Iqtisodchi reja qo'yuvchi. Kelgusida bo'ladigan har bir jarayonni shu korxonaning kelgusida qanday qilib ish olib borilsa, qanday qilib shu faoliyatni rivojlantirish kerakligini rejalashtirib, hamma narsani reja bilan ishlash jarayonini iqtisodchi olib boradi. Buxgalter buni rejalashtirib, buni rejalashtiraman desa iqtisodchi bo'lib ishlashi kerak. Buxgalteriyani ishlayman desa faktiski hozirgi kunda bo'lib turgan jarayon bilan ishlashi kerak. Buni bizani hozirgi korxona rahbarlarimiz, ta'sischilar misoldan ko'plari ahamiyat bermaydi. Shuning uchun ham iqtisodchi bilan buxgalteriyani vazifalarini bir buxgalterni o'zina yuklab qo'yish holatlari ko'p. Undan tashqari adil kadroviy masala bo'yicha o'zi nima May mehnat uzda ishchini qabul qilasan, ishchini bo'shatasan yozib turib. Lekin uni vaholanki buyruqi bor. Uni misoldan belgilangan jarayoni bor. Har bir etap buyruqini yozib, arizasini olib, mehnat shartnomasini tuzilishi holatlari, bu jarayonlarning hammasini ketma-ketligini olib borishi uchun buxgalter hammasini ulgurib bilmaganligi natijasidan buxgalteriya oqsoqlik qilib boradi. Hamma xato kamchilikni buxgalteriya ham olib borib bo'lmaydi. Buxgalter shu narsalar ham aktiv bo'lib, shu narsalar ham o'rganishinda o'quv yetishmasligi natijasida bo'lib turibdi. Buni agarda o'rganadigan jarayonlarni hammasini o'zi qamrab oladigan darajaga borilsa, buxgalterlar iqtisodchi ham bo'lib biladi, adil kadrni vazifasini ham bajarib biladi. Lekin
Unga malaka kerak, tajriba kerak, xatolar ustida ishlashi kerak, ham o'quv kerak. O'quv bo'lmasa foydasi yo'q. Soliqchilar bilan to'g'ri muloqot etiladi va o'zingizdagi bir insightni aytib bersangiz, o'zingizda bo'lgan. Soliqchilar bilan tekshiruv jarayonlari bo'lsa, kameral soliq tekshiruv jarayonlari bo'lsa, ular siz bilan xabarnoma yuborganligi ham tekshiruv jarayonlarida oldin kameral soliqdan boradi. Hozir kameral soliq tekshiruvida уже muloqotga chiqish mumkin emas. Уже muloqot qilib bo'lmaydi u holatda. Lekin tekshiruv jarayonida, soliq auditi tekshiruvlarida o'zi korxona buxgalteri bilan aloqaga chiqib, ya'ni gaplashilib, shu tekshiruv jarayonlarida amalga oshiriladi. Lekin ayrim paytlarda xabarnomalar yarib, xatolar ustida ishlash jarayonida buxgalter soliqchilar bilan hamkorlikda borib, shu narsalarni, kamchiliklarni bartaraf etish uchun ular bilan muloqotga chiqib, o'zini biriktirilgan xodim bor. Soliq May 3 soliq uz saytidan shu ko'raman desa agar o'zini ключi orqali girib netganda o'zini biriktirilgan xodimi bor. Biriktirilgan xodimi soliq organi xodimi. Bu xodim bilan ham bo'lib turgan jarayonlarni tushuntirsa, ular ham amaliy har tomonlama yordam berib ularning ishini yengillashtiradi deb o'ylayman. Ularga muloqotda bo'lishi uchun, bular bilan barcha bo'lib turgan jarayonlarni bugungi kunda o'zini xatolarini to'g'rilab, xatolarini bartaraf qilish bo'yicha ular bilan maslahatlashib ishlatsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi sun'iy intellekt va kelajakdagi buxgalteriya haqida bir qisqacha aytib bersangiz. Sun'iy intellekt bo'yicha buxgalteriyani bir narsani e'tibor olishimiz kerak. Buxgalteriyada hamma narsani sun'iy intellekt o'zi qamrab olishi kerak degan narsa bor. Sun'iy intellekt buni hammasini qamrab ola olmaydi. Inson omili aralashadigan jarayonlar bor. Shu jarayonlar bo'lganligi uchun buxgalteriya bugungi kungacha davom etib kelyapti. Bo'lmasa, buni avtomatlashtirilgan tizimni o'zgartirib, avtomatlashtirilgan tizim bilan ishlataman deydigan bo'lsak, agarda u holat уже ertaroq amalga oshgan bo'lar edi. Уже rivojlangan mamlakatlarimizda. Lekin ularda nimaga ularda rivojlangan mamlakatlarimizda davlatda bu narsa haligacha davom etib kelayotir deydigan bo'lsak, misoldan shu jarayonni qamrab olib bo'lmaydigan holatlar mavjud. Hamma jarayonni qamrab olib bo'lmaydigan holatlar mavjud. Misoldan oddiy misol tariqasida ta'sischini o'z mablag'i hisobidan xomashiyani tashkilotga kirim qilish. Bu jarayon hech qayerda shakllantirilgan emas. Misoldan shakllantirilgani bilan ham misoldan bu narsani shakllantirish uchun mutaxassis bu narsalarni to'liq tushunishi kerak, shakllantirib bilishi kerak. Onlayn tizimda shakllantirilgan joyini ham yaratishimiz kerak. Bu narsani qilgandan keyin onlayn uni shakllantiruvchi kim bo'ladi? Inson omili bo'ladi. Inson omili baribir aralashadigan jarayon mavjud bu holatda, buxgalteriya holatida bo'lib turgan jarayon. Undan boshqa, undan tashqari oddiy bir tovar shakar olib sotishni olaylik. Misoldan shakarni olsak tonnada olamiz. Uni kiloda, gramda sotishimiz kerak. Sun'iy intellekt bu narsani bir xil mijozga kiloda sotishimiz kerak, bir mijozga gramda sotishimiz kerak. Ana bu jarayonni qamrab olish uchun ham hali sun'iy intellekt bo'yicha ko'p ish qilinsa kerak deb o'ylayman. Yana endi o'zimni bilganim, tajribamdan kelib chiqyapti. Shunday holatlar bor. Yuqorida kameral tekshiruv haqida aytdingiz. O'zi u tekshiruvga tushmasligi uchun nima ishlatilishi kerak? To'g'ri aytasiz. Bu kameral soliq tekshiruvini birinchi navbatda
buxgalteriyani birlamchi hujjatlari to'g'ri yuritilishida eng asosiy masala birlamchi hujjatlari. Agarda birlamchi hujjatlar to'g'ri yurilib, bu dasturda yuritilsa, dasturda bu hamma narsani qamrab olib turib, hamma bo'lib turgan jarayonni, korxonaning jarayonini qamrab olganimizdan keyin u qanday qilib tekshiruv tushishi kerak? Bugungi kunda shuncha imtiyozlar berib turgan bo'lsa, soliq organi tomonidan, davlatimiz, hukumatimiz tomonidan u tekshiruvga tushmaydi. Shundoqligim, agar hamma narsani qamrab olsa, bironta ham xarajat moddalari, bironta ham daromad moddalari ko'zdan chetda qolib ketmasa, hammasini e'tibor olib, hammasini soliq hisobotlarida vaqtida kechiktirmasdan berib, soliqlarni vaqtida to'lab boriladigan bo'lsa, bu tekshiruv jarayonlarini hech bir tashkilot tushmasa kerak deb o'ylayman. Hozirgi kunda ko'pchilik buxgalterlar chiqib turibdi, ya'ni o'qib chiqadi, lekin ishga borganda ishga tushib ketolmaydi. Ya'ni ishlab ketish qiyin bo'lib turibdi. Uning sabablari nima deb o'ylaysiz? Uning sabablarini aytsak, mana 3 oy kurs o'qiydi. 3 oy kurs o'qigandan keyin bu buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha o'zlarimiz ham kamida 5 yil davomida yurganmiz. Hozir endi mana IT sohasi rivojlanib turibdi, misoldan texnika texnologiyalar rivojlanib ketdi vaqtida, misoldan u darajada rivojlangan emas edi. Hozir endi bizanikidan 5 yil davomida emas, 1 yil, 1,5 yil davomida ya 2 yil davomida o'zlashtirsa bo'ladi ko'p narsalarni. Ham bugungi kunda yangi qonun qarorlar qabul qilinib turganimizdan keyin hukumatimiz tezda ko'p jarayonlarni tezlashtirgan holda samaraga erishish uchun qarorlarni chiqarib turibdi. Bularga tezda yetishish, bulardan qolib ketmasligi uchun ham ko'proq o'qishimiz, ko'proq tajriba almashishimiz, xatolar ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Bu yoshlarimiz hozir 3 oy o'qigandan keyin buxgalteriya bilan o'tirib, buni ichiga giraman deb o'z vaqtini shunga sarflab o'tirgandan keyin u o'qigan joyda muallimi, ya'ni unga o'rgatgan muallim bo'lgan, ustoz bo'lgan odamini 1 yil, 2 yil davomida shu bilan maslahatlashgan holda olib borganida u davomiyligi yaxshi bo'lar edi. U buxgalteriyani to'liq qamrab olgan bo'lar edi. Lekin 3 oydan keyin 3 oyning ichida birdaniga buxgalter bo'lish qiyin masala. Uni dasturini bilish kerak, buxgalteriyaning ichki holatini bilish kerak, tashqi holatini bilish kerak. Misoldan buxgalteriyada choraklik hisobotlar, 6 oylik, 9 oylik, yillik hisobotlari bor, statistika hisobotlari bor. Bularni hammasini qamrashi uchun 3 oy yetarli emas deb o'ylayman. 3 oyda bu narsani qamrab olib bo'lmaydi. Buning uchun yillik hisobotni ko'rmagan buxgalter qanday qilib yillik hisobotni jo'natadi? Yillik hisobotni o'zini talablari bor. Aytib turibman hozir, yana aytib o'tganlarimizda foyda soliqi hisobotini o'zida daromadlar moddasi, xarajatlar moddasi, bu tan narxi hamma xarajatni olib borib qo'yish bu noto'g'rimi? Uni ichida ish haqqimiz bor, elektr energiya sarfi, gaz sarfi, misoldan ijara sarfi, ijara arenda, foiz xarajatlari bor. Bularni moddalarga bo'lgan holda ko'rsatib berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda shu xato kamchiliklar bartaraf etilgan bo'ladi. Ushbu holatdan kelib chiqib aytsak, hozirgi kunda yoshlarimiz to'g'ri 3 oyning ichida ko'plab o'rganib turib, o'zini muallimini mahkam ushlab, davomiyligini yana o'rganishini to'xtatmasdan borayotirgan yoshlarimiz davom qilib kelayotir, buxgalteriyani tortib turibdi. Lekin ko'pchiligi, ayrim ko'pchiligi, masalan 10 tadan ya 100 tadan 2 tasi, 3 tasi tortib turishi mumkin. Qolgan 97 tasi, 95 ya 90 tasi u o'z yakka holda buxgalteriyani tortib ketishi bu qiyin masala. Buni o'zi bir katta bir faoliyat buxgalteriyani o'zini tushunib yetish kerak. Buni hisob shotlarimiz bor, misoldan buxgalteriyada aktiv passivlarni yuritadigan shotlar bor. Bularni hammasini to'liq o'rganib bilish kerak. Shuni bilmaguncha, to'liq qamrab olmaguncha, misoldan buxgalterni tem bo'lib
katta korxonalar olib borsangiz, bu hattoki materialniy buxgalter deymiz, hisob buxgalteri, material buxgalteri deymiz. Bu hisob buxgalteri, material buxgalteri bo'lib ishlashi mumkin. Lekin bosh hisobchini vazifasini bajarishi qiyin bo'ladi. Ko'pchilik korxonalar yosh buxgalterlarga katta mas'uliyat beraberadi. Shuni orqasidan korxona bankrot bo'lib ketishi mumkinmi? Ama mümkün. Nüçün dese u yosh kadr hali ko'p narsani bilmaydi, o'zi mas'uliyatni hali his qilgan emas. Ana endi u 3 ay 4 ay mobaynida buxgalteriya kurslarında o'rganib, yana shu aytdim-ku, hozir yana aytib o'tganimizdek muallimini mahkam ushlamasdan shu korxonani qanday ish olib borilishi, qanday yo'lga yuritilishini muallimi bilan suhbatlashgan holda, maslahatlashgan holda doğru yuritilishini o'rganib olmas ekan, bu narsani misoldan o'rganmasligini natijasida bu korxonaga borib turib, misoldan bankrot qilish holatlarini olib keladi, korxonani yomon ahvolga olib keladi, misoldan jarimalar qilib har xil hodisa jarayonlarini vujudga keladi. Buni oqibatlari qanday bo'lishini hayot ko'rsatib boradi. Lekin ungacha ular buni tushunmaydi. Yoshlar mesela 3 ay o'qidi, buxgalteriyani o'rgandim, men buxgalter bo'lib chiqdim deb o'ylaydi. Lekin u buxgalteriyada ishlab chiqarish sohasini o'qimagan bo'lishi mumkin. Masalan, umumiy tarzda o'qigan bo'lishi mumkin. 3 ay umumiy tarzda o'qish mumkin. Unda xizmat ko'rsatish, masalan, chakana savdo bilan faoliyat yuritib turgan tashkilotlarni buxgalteriyasini yuritish bo'yicha o'rgangan bo'lishi mumkin. Lekin ishlab chiqarish tusundagi xizmat ko'rsatish sohalari bor, qurilish sohasi bor. Masalan, ishlab chiqarish tusundagi yana boshqa sohalarimiz bor. Masalan, xizmat sohalarimiz. Bu xizmat sohalarini eng avvalambor o'ta kuchli mutaxassislar zarur bo'ladi. Bu mutaxassislar bo'lmas ekan, u yerda ish jarayoni oqsoqlik qilib boraveradi. Orqaga tortib boraveradi. Ana shu hozirgi yosh buxgalterlarimizni imkon qadar 3 ay o'qigandan keyin ham ishlab chiqarish yo'nalishida o'qitish, ishlab chiqarishni o'rgatish, dasturlarında ishlashni o'rgatish, ishlab chiqarishni qanday jarayonlari bor, uni kalkulyatsiyasi bor. Misoldan unga talab qilinadigan xomashyo bor. Xomashyolar to'liq shakllanganmi, yo'qmi? Misoldan oddiy choyxonani olsak ham, bular ham ishlab chiqarish tusundagi xizmat ko'rsatuvchi korxonalar. Ishlab chiqarish tusundagi bir salatni misol aytib oladigan bo'lsak, salatni tayyorlash uchun qancha masalliq kerak? Bundan ovqat tayyorlash uchun qancha masalliq kerak? Uni ichida tuz bor, boshqasi bor. Hozirgi kunda ko'p mahsulotlarimiz kirim qilingan, o'zida pul o'tkazish yo'li bilan sotib biladigan tashkilotlarimiz yuzaga kelgan. Bularni ko'p odam bilmaydi. Shuning uchun go'sht xarid qilinishi bo'yicha go'shtni olaman desa, boradidan ta'sischi naqd pul oladi. Naqd pul olgandan keyin kirim qilish yo'q. Kirim qilingandan keyin u ovqatni sotib turibdi. Sotib turgan ovqatini ham kassa apparatda urib turibmiz, lekin go'sht mahsuloti yo'q joydan go'sht sotib turibmiz. Ana endi bu sotgan go'shtimizni bu 3 oydagi o'qigan buxgalter nereden bilsin? Uni go'shtni prixod etishni qanday jarayon borligini nereden bilsin? Bu tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar hali bu narsada qiynaladi, kirim qilish uchun. Ona dallatnoma yozilishi kerak, zakupishniy akt yozilishi kerak. Zakupishniy aktida misol sotib olish akti, dallatnomasi. Undan keyin shartnomasini tuzish kerak. Undan sotib olingan, kimdan sotib olingan bo'lsa, uni tegishli hujjatlari kerak, birlamchi hujjatlarni shakllantirish kerak. Bu narsalarni endi qisqa qilib aytganda, hozirgi 3 oy davomida o'qigan bolalarimiz ham yanada ko'zdan qochirmasdan, ularning ham e'tiborini yo'qotib qo'ymasdan, shu o'qitgan
her bir tashkilotimiz bor, akademiyamiz, har bir o'qitgan tashkilotning o'zini muallimlari bor. Shu muallimlarimdan mening fikrim kelgusida yana davomiyligini qilib, imkon qadar ta bir sohaga o'rganib, shu sohani egasi bo'lib ketgunga qadar misoldan unga yordam berish kerak. Yordam berib, o'qitgandan keyin kelgusida 1-2 so'raydi, so'ragan narsalarni o'rgatib yordam berib, keyin yillikda yana 1 oy, 2 oy kurs o'qib, o'rganib harakat qilsa, ana bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun yillik hisobotnom ko'rib, hammasini o'rganib, 1 yil davomida unga yordam bergandan keyin ham o'zlashtirib bilmasa, u bolada buxgalteriya yo'nalishida bilim saviya yetmaydi. Qamrab ololmaydi, boshqa sohani tanlashi kerak bo'ladi. Lekin biz ham marketing bo'yicha restoranlar bilan ishlashib turibmiz. O'zi restoranlarda buxgalteriya nishab yuritilishi kerak. Restoranlarda hozir aytganimni, ya'ni aytib o'tdim, ishlab chiqarish tusundagi xizmat ko'rsatish korxona tashkilotlari hisoblanadi. Bular ishlab chiqarish tusundagi, ya'ni restoranlarda shu salati bo'lsin, ovqati bo'lsin, har bir holatni qamrab olgan holda shu gitadon xomashiyasini hammasini xarid qilib, har birini taomnomalarini o'zida shakllantirgan holda ishlash jarayonini qilish kerak. Lekin bugungi kunda bu narsa to'liq hali bugungacha ham qamrab olingan emas bizning viloyatimizda. Bu boshqa viloyatlardan bor, yo'q emas bu narsalar. Bu narsalarni hammasini qamrab olish uchun unga buxgalterni to'g'ri tanlab bilishimiz kerak. Shu buxgalter arzon narxda ishlatishga harakat etishini natijasida bu restoranlardan ko'p holatlarda yangi to'lov jarayonlari, jarima qilinish jarayonlari vujudga kelib, shu jarimalarni to'lab, ko'pchilik men endi bir ikkita nalarimiz bor, tanishlarimiz bor, shu restoran, choyxona ochib turib, bankrotga uchrab, bankrot bo'lib, choyxonasini sotib berganlari bo'lgan, bir ikkilari. Shulardan kelib chiqib aytaturman, bular buxgalteriyasini to'g'ri yuritmaganligi natijasida shunday bo'lib kelayotir. Hozirgi kunda bu jarayon hali kundan kuna davlatimiz, hukumatimiz, prezidentimiz bu narsalarni qamrab olib turgan ekan, kelgusida bu narsalar ham ahamiyat beriladigan bo'ladi. Masalan, har bir taomni qancha masalliq ketdi, bu narsalar kirim qilindimi, yo'qmi? Kirim qilingandan keyin bir kunda 30 million so'mlik agar umumiy ovqatlanishda 30 million so'mlik savdo bo'ladigan bo'lsa, baring 10 million so'm bo'lsa, 10 millionda bir oyda 300 million bo'ladi. 300 million so'm pulni baring 10 million, unda 3dan biri, 100 millioni suv, napitik ichadigan narsalar bo'lsin. Qolgan 200 millioni misoldan taom bo'lsin. 200 millionni kirim qilish hujjati bo'lmagandan keyin 12 oy ko'paytirsak 2 milliard 400 million bo'ladi. 2 milliard 400 million so'mga agar soliqchi ham borib tekshirib ko'radigan bo'lsa, 20% moliyaviy sanksiya qo'llab biladi. Unga foyda soliqida 15% foyda soliqi qo'llab biladi. NDS'ni qo'llab biladi. Bu kirim qilinma, yaxshi NDS'ni endi realizatsiya qildi, to'lab turibdi. Shu qiymatda. Lekin taomni yozib sotib turibdi, o'zindagi bor NDS'ni to'ladik desa ham, o'zindagi bor narsa bilan chiqarib turibdi. Lekin vaholanki unga kartoshka ketdi, guruch ketdi, go'sht ketdi, lekin go'sht prixodi yo'q, kartoshka prixodi yo'q, misoldan ovqatni kirim hujjati yo'q, kirim hujjati bo'lgandan keyin shunday holatlar vujudga kelib, korxona tashkiloti shu umumiy ovqatlanish bo'lsin, restoran bo'lsin, kafe bo'lsin, bularda shunday jarayonlar bo'lib, faqat ish haqqisini, soliqini to'lab turibmiz-ku, kassaparda o'tib turibmiz-ku degan holat bilan o'tib turibdilar. Misoldan bu narsa обязательно buxgalter mutaxassis bo'lib yetishgan buxgalter bo'lishi kerak, o'tirib har kun ishlashi kerak, kundalik ishi bilan shug'ullansa, soliq ham chiqmaydi, soliqni ham o'z muddatida to'laydi, har xil tekshiruvlar ham vujudga kelmaydi. Buni oldini olgan bo'laradi. Buxgalterni yaxshi tanlashi kerak, buxgalterni o'qitishi kerak, buxgalterni
o'z ustida ishlatib, buxgalter bilan hamjihatlik bilan ishlasa, bu korxonalarimizdan ishi yengillashadi ham imkon qadar misoldan buxgalterlarni ham qadr qimmati oshadi. Nima uchun desa, bir buxgalter agarda 20 o'rindiqdan oshiq bo'lgan 20 stol ustar kursi deymiz, 20 ustar kursi bo'lsa, где-то 80 o'rindiq deymiz. 80 o'rindiq restoranda 80 o'rindiq, 60 o'rindiq restoranni oladigan bo'lsak, yo kafe, barni oladigan bo'lsak, misoldan choyxonani olsak, buni haqiqiy shu jarayonini qamrab olaman deydigan уже ikkita buxgalter, kamida ikkita buxgalter bo'lishi kerak. Birisi 2 buxgalter ishlashi kerak. Nima uchun? Bu buxgalter kruglosutki 365 kun ishlasa, bu mehnat qonuni bo'yicha dam olishi kerak. Qachon dam olib keladi? 10 kun, 20 kun nerdan dam oladi? Dam olishi kerak. Ondan yanındagi buxgalter bilan ham shu korxonani bu buxgalter ketib qolgandan bargi bo'lib turgan jarayonni oldini olish, soliq yuki chiqib ketmasligini oldini olish, ishlari to'xtab qolmasligini oldini olish qachon bo'ladi? U yordamchi buxgalter, o'zini buxgalteriyani ham xodimlari bor o'zi. Hisob buxgalteri bor, material buxgalteri bor. Misoldan bular qachon vujudga keladi? Korxona tashkilotini yuki og'ir bo'lsa, ishlab chiqarish ko'p bo'lsa. Уже shuning uchun ham davlatimiz mikrofirma, kichik korxona, уже yirik korxona deb o'zi taqsimot qilib berib qo'ydi. Bu yirik korxona o'tganidan keyin ham uni kichik korxona deb ishlatadigan bo'lsak, bir buxgalter bilan ishlatadigan bo'lsak, u noto'g'ri bo'ladi. Erkinboy, 20 yillik tajribangizdagi eng qiyin holat va eng qiziqarli ishingizni aytib bersangiz. Bizda men o'zimni hozir aytadigan bo'lsak, ishlab chiqarish sohasini qamrab olib ishlash, buxgalteriya o'zi qiziqarli soha. Buxgalteriyani o'rgansangiz ichine girib boraverasiz, o'rganib yangilik ko'rib boraverasiz. Uzundan uzoq o'rganish kerak bo'lgan soha hisoblanadi. Har kun zavqlanib boraverasiz. Har kim o'zining sohasi bo'yicha shuningni bir nima qiladi. Buxgalteriyadan shuningni qiziqarli holatini duch kelganman. Shu holati yuzasidan menga qiziqarli bo'lib boravergan. Har yangilik kiritganimizda ishlab xizmat ko'rsatish sohasini buxgalteriyasini yuritishda, keyin savdo sohasini yuritishda, logistika sohasini yuritishda, ishlab chiqarish sohasini yuritishda, bularni hammasini yildan yilga yangi sohalarni ishlagan sayin bu qiziqarli bo'lib boravergan. Qiziqarli bo'lib o'tib boravergan. Bu narsa hozirchalim qiziqtirishdan to'xtatgan emas. Buxgalteriya sohasini qiziqtirishi shu juda katta ahamiyatga ega. Odam qiziqsa, o'zi girishgan sayin yangilikka kirib boraveradi. Nima uchun? Buxgalteriya hamma sohada bor buxgalteriya. Hattoki oilamizdan bor buxgalteriya. Hisob kitob qilishimiz kerak. Qancha xarajat ketdi, qancha qoldi uyimizda. Buni hammasi buxgalteriya. Buxgalteriya borib taqaladi. Hisob kitobga borib taqaladi. Endi shulardan eng narsa, misoldan qiyinchilik tug'dirgan holatlari bo'ladigan bo'lsa, misoldan ishlab chiqarish sohasini qamrab olishim juda qiyin kechgan. Ishlab chiqarishda tubdan ichiga girib o'rganmasa, ishlab chiqarishni to'liq qamrab olish qiyin bo'ladi. Bu jarayonni aqliy jihatdan, amaliy jihatdan qamrab olish mumkin. Buxgalteriyada o'zi hisob kitobini yozib, ishlash jarayonini qamrab olish juda qiyin hisoblanadi. Shuning uchun har bir narsani standartdan ziyod ham chiqib ketmasligi kerak, kam ham bo'lmasligi kerak. Buni hammasini hisob kitobini qilib, o'rnidan qo'yib qilib ishlatilmas ekan,
Bu yerda soliq munosabati chiqib ketish ehtimoli bor, yo korxonaning zararga kirib ketish ehtimoli bor, xom yashani kamayib ketish ehtimoli bor, ko'payib ketish, o'zida qoldiq qiymatda ko'payib ketish ehtimoli bor. Bularni to'g'ri olib borilishi, to'g'ri rejalashtirilishi, har bir sex boshqaruvchisi bilan, har bir misoldan bo'lim boshqaruvchisi bilan o'tirib turib, har kungi xarajatlarni gaplashib vaqtida ishlanmas ekan, bu narsa ko'p yomon oqibatlarga olib kelish ehtimoli bor. Shu deganning misoldan ovqatlanish, choyxona, restoranlar ham shuningdek. Misol bugungi xarajatni vaqtida qilinmasa, ertang 10 kun o'tgandan keyin uni xarajatini qanday qilib kirim qilamiz? 10 kun yo 1 oy o'tdi, kengayib o'tgandan keyin o'tgan oyning ishini qilib bilamiz-ku. Bugungi kun hozirdan hamma narsa onlayn tizimi o'tib turibdi. Onlaynni hamma narsa onlayn tizimda ishlab turgandan keyin uni 1 oy burun kirim qilishimiz ham qiyin masala bo'lib qolgan, boshqa masalasi ham. Shuning uchun bu narsalarga juda ahamiyat berib, bugungi kunda tadbirkorlarimiz hushyor bo'lgan holda buxgalterlarni ham bilim saviyasini oshirtirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizning o'zimizda mana shu yangilik nima deydi? Meni yutuqlarim shu 20 yil davomida buxgalteriya sohasini misoldan juda qiziqib hamma holatini qamrab olganimni, bu narsalar hozircha qiziqtiradi, hozircha izlanishda bo'lamiz, izlanishdami. Shuning uchun ham buxgalteriya sohasida Allohning bergan ne'mati deb bilaman bizlar. Inapraktikum akademiyada tez arada buxgalteriya bo'yicha kurs tashkillashtirish rejalashtirib turibdi. Bu kursda biz nima farq bilamiz? Bu kursda xudo xolasa 20 yillik tajribamizdan kelib chiqib, 20 yil davomida barcha boshimizdan o'tgan xatolar, barcha o'zlarimiz o'zlashtirgan yutuqlar, bular bo'yicha bir hammasini qamragan holda shu yoshlarimizga agar yosh tajribali nodidi bizani shu akademiyada o'qish uchun keladigan o'quvchimiz bo'lsa, yosh bo'lsin, o'rta yosh bo'lsin, yoshi katta bo'lsin, bularni hammasida bu bilim olish yosh tanlamaydi. Bilim olishimiz, o'zlarimiz ham ilm olish uchun Toshkentda borib o'qib kelamiz, chetda borib o'qib ilmimizni oshirib kelatirmiz shu narsalar. Bu o'zimizdagi bor tajribamizni shu yoshlara, shu ilm olamiz deb turgan o'quvchilara yetkazishga barcha bor kuchimizni sarflaymiz inshaalloh, xudo xolasa. O'zimdagi hayotimdagi tajribalardan kelib chiqqan holda shu tajribalarimizni ular bilan baham ko'rishni ma'qul ko'rdik, shu akademiyada ilm berib. Bu buxgalteriya yo'nalishida birinchi masala buxgalteriyani o'zi korxona tashkilotidagi buxgalteriyaning hisob siyosatini yuritilishi, qanday yuritiladi? Bularda ahamiyati, buxgalteriyaning ahamiyati. Buxgalteriya bo'yicha barcha hisob kitoblarni qanday tartibda qamrab olinishi, buxgalteriyaning obyektlari, buxgalteriyaning subyektlari, bu masala bo'yicha shu o'qish jarayonida o'tkaziladi. Undan tashqari shu buxgalteriyani o'rgatish jarayonida yana bir o'z dasturi bilan keyingi nimalarimizda bir S dasturi bilan birgalikda o'tish rejalashtirib kelayotirmiz. Shuni ikkalasini bir teng olib borgan holda bugungi kundagi zamon talabi, davlatimiz, hukumatimiz talabidan kelib chiqqan holda, misoldan hozir shu dasturiy ta'minot bilan ishlash yo'nalishlarini ham birlamchi hujjatlarni qanday olib boriladi, qanday yuritiladi, shularni ham o'rgatish bizning shu o'quv kurslarimizga kiritilgan, qanday yuritilishi ham shu jarayonda
Xudo xolasa 100%, endi 100% deb aytishimiz qiyin bo'lar. Bir bilim saviyalarini agar harakat qilsak 100% qilishga harakat qilamiz, lekin shu 80-90% ni qamrab olish, bolalarni ilmiy darajadan, buxgalteriya darajasidan qamrab olishga harakat qilamiz degan umiddamiz. Ham viloyatimizda shu katta bir ilm, o'zi ulamolarimiz ham aytgan-ku, bir yerga borsang ilm olib keldim. Shu ilmimizni shu yerda oshirishga harakat etsa, bolalar, yosh bolalarimiz, yosh kadrlarimiz kelgusida shu Xorazm ham rivojlanishina juda katta hissasini qo'shgan bo'lamiz o'zlarimiz. Ajoyib. Mavzularga keladigan bo'lsak, mavzular buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha, buxgalteriya dasturiy ta'minot Adinuz dasturi bo'yicha, Adines dasturi bo'yicha yuritiladi. Undan qolaversa soliq imtiyozlari, soliq munosabatlari, soliqda soliq yuki qachon paydo bo'lishi, soliq yukini qanday bartaraf qilishimiz, bu bartaraf qilishimiz ham sun'iy yo bir boshqacha yo'l bilan emas, o'zi haqiqatdan ham korxonaning o'zini xarajatlar moddalarini to'g'ri qo'yganimiz natijasida o'zi bu soliq yuki o'z-o'zidan kamayishi misoldan. Bu narsalarni hammasini shu o'qish jarayonimizda o'tamiz degan umiddamiz. Erkinboy, suhbatimiz uchun katta rahmat va toza o'rganayotganlar uchun ham manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman, xudo xolasa. Rahmat. Keyingi sondan kutib qoling. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, profilimizga obuna bo'lib ko'rishdan chiqarmang.